O'zingiz pasport bilan uyni kadastrni olib chiqsangiz, yozib ketadi, bo'lib ketadi. Qara, chustlik 35 2. Uyda o'zgarishlar bormi, yo'qmi, opa? Necha ekan? 21.60. Range bu uydan boshladi. 10.30. Elektr var. Telefon qilyapti. Davlat kadastrlar palatasi Toshkent viloyati boshqarmasi Bekobod shahar filiali tomonidan 937-sonli qonun ijrosi yuzasidan bugungi kunda Bekobod shahrida jami 33 ta mahalla mavjud bo'lib, shundan 24 ta mahalla bugungi kunda to'liq xatlovdan o'tkazildi. Kadastr muhandislari xatlov jarayonida fuqarolarning xonadonlariga borganda fuqarolardan shuni iltimos qilib qolardikki, fuqarolarga tegishli bo'lgan kadastr hujjatlarini, o'limlik haqida guvohnomalar, pasportlari, o'zlariga tegishli bo'lgan hujjatlarini taqdim qilishda hamda xatlov jarayonlarida uylarida bo'lib turishni iltimos qilib qolardik. Boshlig'i qo'shimcha qurilishlar, nareslar tushmagan ekan. Hujjatingizga foydalanishga o'lchab olamiz, qo'shib olamiz.